ham nima deymiz? ham tarbiya yengillik bergandek, tarbiya ham ta'lim uchun tarbiyasiz bo'lishi mumkin, tarbiya yoki ta'limsiz. yengillik beradi. Ustoz so'zi, bitta savolni ikki marta o'qiyman. Ustoz so'zini boshqa tilda aytganda ham ma'nosi o'zgarmaydi, faqat tili o'zgaradi. Ammo agar inson ustozning o'gitlarini unutsa, nima yo'qoladi? Ikkinchi marta o'qiyman. Ustoz so'zini boshqa tilda aytganda ham ma'nosi o'zgarmaydi, faqat tili o'zgaradi. Ammo agar inson ustozning o'gitlarini unutsa, nima yo'qoladi? Vaqt tugagandan keyin qo'l ko'tariladi. Javob varaqda yozilgan vaqt yozilgan. Yozing. Vaqt tugagandan keyin qo'l ko'tariladi. Samandarda javob bor. Albatta. Vaqt tugagandan keyin ko'tarasiz. Necha minut vaqt beradi? Tayyormisiz? 30 sekund. Mustafa dozdan berasiz. Shunga qarab. Bahor ko'tarib turibdi. Ulardan to'g'ri javob vaqtdan beri ko'targani uchun ularni keyin qabul qilmaymiz. Bular vaqt tugagandan keyin ko'targan. To'g'ri javobdan Ularda tekshiramiz. o'qiysiz, tushuntirib Bizning javobimiz tarbiya. hop, sizlar javob yetuklikni, yo'lni yetakchilik deb bo'ladi. Bu guruhga bir ball, chunki erkin yo'riq, ya'ni ya'ni 100% turibdi. Bu yerda ta'lim va tarbiya degani birinchi o'rinda turadi, ya'ni 100% ahamiyat kasb etadi. Shaxsga yo'naltirilganlik pedagogik jarayonning har bir shaxsning individual ehtiyojlari va salohiyatiga moslashuvi. Bu hammada ham to'g'ri kelavermaydi. Shuning uchun bu 95% nimani ko'rsatyapti, foizni ko'rsatyapti. Amaliyotga yo'naltirilganlik esa 90%. Bu ham muhim, chunki biz o'zimiz qilgan ishimizni qanday o'rgangan narsamizni bitta qilib ko'rmasak, ichimizda qo'rquv doim qolaveradi. Pedagogika bugun bilim berish emas, balki o'rganishga o'rgatish va insoniy qadriyatlarni ham birgalikda singdirish demakdir. Xo'p, bilim olgandan keyin, uni qo'llagandan keyin har bir davlat deymizmi, mintaqa deymizmi, o'zini madaniyatiga yarasha o'zini tuta bilishi kerak. Va bu yerda men shunday nima keltirganman, zamonaviy ta'lim standartlari ko'pincha bu yondashuvlarning kombinatsiyasini, ayniqsa kompetensiya va madaniy yondashuvni birlashtirishni talab qiladi. Ya'ni bugungi jahonda ham madaniyat kompetensiyalar orasida muhim hisoblanib kelmoqda. Keyingisi zamonaviy ta'lim texnologiyalari va usullari. Boya aytib o'tganimdek, zamonaviy texnologiyalar bu ta'lim tizimimiz ham oilada boshlanadi. Oila bu hamma narsaning eng birinchi bosqichi hisoblanadi. Oila ya'ni bu bizning yuragimiz, bizning mehrimiz, bizning hamma narsamiz bu oila. Ya'ni Oilada mujassam bo'ladi va shakllanib boradi. Kichik oilalar Yangi avlodni tarbiyalashdan iborat. Keyingisi oilaning mazkur bir qancha majburiyatlari bor, ya'ni majburiyatlarimiz, huquqlar, oilaning huquqlari deganda o'sha er va xotinning teng huquqliligi. Ya'ni nikohdan keyin ikkisi ham oilada, ya'ni farzand tarbiyasida, oilani boshqarishda oila yillar tasnifi, ya'ni 2000-yil sog'lom avlod yili, 2001-yil onalar va bolalar yili, 2002-yil qariyalarni qadrlash yili, 2012-yil mustahkam oila yili va 2013-yil sog'lom bola yili, 2015-yil sog'lom ona va sog'lom bola yili. Oilaning huquq va majburiyatlari. Har bir oilaning o'ziga xos huquq
va majburiyatlari bor. Ularni bajarish esa har bir oilaning majburiyati hisoblanadi. Ya'ni oila mazkur vazifalarni bajarish uchun ijtimoiy birlikdir. Ya'ni oilaning tabiiy biologik vazifasi. Oilaning tabiiy biologik vazifasi berilganda bu balog'atga yetgan yosh yigit va qiz turmush qurishi, ya'ni keyinchalik o'sha naslni oilalardan bo'lib, u haqida shunday tushuncha mavjud. Oila bu jamiyatning asosiy bo'g'ini ekanligi aytib o'tilgan. Ya'ni farzand tarbiyasi asosan oilaning ota-onadan boshlanadi. Ya'ni savol, nima sababdan ota-ona o'z farzandining birinchi ustozi hisoblanadi? Chunki farzand birinchi ta'lim tarbiyani shu ota-onasidan ko'rish orqali hammasi shakllanib boradi yoki eshitish. Shuning uchun ham qush uyasida ko'rganini qiladi deydi-ku, shundan ya'ni shakllanib boradi. Birinchi masalan 1 yoshdan borib maktabga bormaydi-ku, oddiy bola. مش مولد ليش